Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Assalomu alaykum Navoiy akalar, charchamanlaymi? Mana bitta apparatimizni Toshkentga olib ketyapmiz. Bu apparatimiz o'sha Amerikadan bitta aka zakaz qilishgan. Amerikaga chiqarib yuboramiz xudo xolasa. Toshkent xalqaro aeroportidan. Pastda nomerlar qoldiramiz. Hozir mana ichkarida ham apparatlarimiz bor, tayyorlari. Akalar, gazini bosamiz. O'zbekistonda turib bitta Noyasi degan apparat zakaz qila olmasalar, endi Amerikadan zakaz qilishyapti. Biz uchun bu birinchi marta bo'lyapti. Kuzatsalar, xudo xolasa Amerikaga yetib borgandan keyin ham akamizga aytamiz, bitta video qilib tashlang aka. Yetib borganini, ishlayotgan holatlaringizni tashlang deymiz. O'zlaringiz guvoh bo'lasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, Navoiy akalarga jo'natib qo'yinglar. Salomat bo'lasizlar.